Papillomani ip bilan bog'lash yoki uy sharoitida kuydirish har doim ham to'g'ri yechim emas. Ba'zan bu asoratlarga ham olib keladi. Klinikamizda papilloma va so'gallar bilan juda ko'p bemorlar murojaat qiladi. Afsuski, ularning ayrimlari uy sharoitida olib tashlashga uringan bo'ladi. Birinchi navbatda shuni bilish kerakki, teridagi har bir o'simta papilloma yoki so'gal bo'lmasligi mumkin. Ba'zilari xol, seborrheiya keratoz yoki boshqa teri kasalliklari bo'lishi mumkin. Shuning uchun davolashdan oldin dermatolog ko'rigi juda muhim. Papilloma yoki so'gal tashxisi tasdiqlangach, uni Italiyaning Deka sodva lazeri yordamida olib tashlash mumkin. Bu lazerning afzalligi shundaki, u faqat kerakli joyda ishlaydi. Shu sababli muolaja aniq bajariladi va sog'lom teriga imkon qadar kam ta'sir qiladi. Sog'lig'ingizni uy sharoitidagi usullarga ishonib, xavf ostiga qo'ymang. Sizda ham so'gal papillomalar bo'lsa, Radeski Skin klinikasi Qo'qon filialida sizni kutaman.